Assalomu alaykum do'stlar, bugun biz shtab tomondamiz. Bu yerda bir kichikroqgina gulxonani izolyatsiyasini qilib berishni iltimos qilishdi. Ana har doimgidek biz gulxonamizni yaxshilab tozalab olib, barcha joylardagi choklarni hammasini ochib, taxtalari bormi, apalovkadan qolgan simlar bormi, hammasini qo'porib tashlab turib, bolalarimiz remotniy sostavlarimizdan bittasi Primxor degan materialimiz, bu ispanskiy material, shu bilan hammani qilib chiqdik. Ana undan keyin etap hozir bolalarimiz Tekmadray Millennium degan materialni surmoqda. Bu materialimiz kuchli singuvchi materiallar turkumiga kiradi. Bu materialimiz ruscha aytganda проникающего действия, ya'ni kuchli singuvchi materiallarimizdan bittasi. Surib bo'lganimizdan keyin yana bir marta sizlarga ko'rsataman. Yigitlarimiz ikkinchi to'yni boshlashdi. Do'stlar, mana ishimiz tugadi. 2-3 to'y Tekmadray Millennium degan materialimizni surib berdik. Bemalol endi o'sha drenaj sistemasini qilib turpoq solib o'tga bemalol gul eksa bo'ladi. Kimga ushbu xizmatlar kerak bo'lsa, marhamat murojaat qiling, albatta sizga ham yordam beramiz.